Matbuot anjumanining ikkinchi qismida jamoa futbolchilari Bahrom Haydar bilan bo'lganmiz. Assalomu alaykum hammaga. O'yinni bugun yaxshi boshladik. Natijasi gol bilan tugadi. Shu birinchi goldan keyin ozgina bolalarni faoliyat qila olmay qoldikmi? Hani bo'shashib ketib, to'p ushlashga o'tib olishdi. Buni nazorat qila olmadik-da, to'p ozgina bo'shashganda hisobiga gol qo'yib yubordik. Agar shu o'yinni qanday debyutida boshlaganimizda davom etganimizda har bitta momentda sobrinlik bo'lib, o'ylaymanki bu golga ham olib kelmas edi. Shu birinchi bo'lim haqida shunaqa. Ikkinchi bo'limda 10 kishi bo'lishiga qaramasdan bizga yetishmagan narsa ikkinchi bo'limda o'yinchilarimizni har biri bunaqa situatsiyalarda o'ziga ko'proq olish kerak. Lekin bu narsani ko'rinmadi ko'zga. Hamma nima deydi? Qo'rquv to'pni yo'qotib qo'yishdan o'ziga inisiativani olib bir nima deydi? Shtrafni ularga yorib kirish. Chunki Samarqand 10 kishi majbur bo'ldi chuqur himoyalanishga. Bunaqa situatsiyada albatta flanglardan ham padachalar bo'lishi kerak, lekin bunaqa situatsiyada biror bir o'yinchi o'ziga olib shtrafni ichiga aldab kirmasa individualniy mahorat yuzaga chiqadi. Mana shu narsada qo'rquv ko'rindi va kontratakada ikkinchi golni qo'yib yubordik. O'ylaymanki, общий o'yin bo'yicha muammolar yo'q edi. Shu nima deydi? Nafaqat gol urishda, balki ko'p epizodlarda bizda shu safar ruhiy holat ham savol berishdi. Ham ruhiy holat ham mana mahorati yetishmayapti. Shu to'pni o'ziga olib, yo'qotmasdan oddiy situatsiyalarda biz ataka qiladigan joyda to'pni yo'qotib qo'yib, bizga golevой atakalar bo'lyapti. Shuni hisobiga biz mag'lubiyatga uchradik deb o'ylayman. Lekin hali yana analiz qilib uni tekshirib ko'rish kerak. Futbolda jamoa yutqazsa, murabbiy yutqazadi degan gap bor. Bu ketma-ket 6-chi mag'lubiyat bo'ldi. Balki mag'lubiyatlarda murabbiy va shtabining ham xatosi bordir. Siz haqida ham o'ylab ko'ryapsiz. Albatta, har bitta bugun epizodlarni gapirayotgan bo'lsam, общий o'yinlarda olsak 6 ta mag'lubiyat, bu albatta bu futbolchilarga ayb emas. Bizning ham aybimiz bor, murabbiylar shtabini, ayniqsa meni, chunki ko'p qarorlarni men chiqaraman, bosh murabbiy chiqaradi. Men buni tan olaman. O'shaning uchun bu haqda Mashal bilan o'yindan keyin rahbariyat bilan gaplashdik. Lekin rahbariyatga katta rahmat aytaman. Ishonib hali ham nima deydi? Baribir ishlash davom etyapmiz. Natija uchun baribir kurashyapti komanda. Juda qiyin bo'lyapti, lekin bir nima deydi? Bitta narsani sakrab o'tolmayapmiz-da. Shu bitta qadam yetmayapti, shunaqa bir o'tib ketishga shunaqa holatda. Shuning uchun o'ylaymanki, bu holatdan bari qo'rqib chiqib ketadi. O'tgan yil ham Pro Ligada ham даже mana shunaqa holatlar bo'lgan, 4 ta 5 ta mag'lubiyatlar. Uning ustiga mana hozir bitta o'yin qoldi. Shu o'yinni boricha jamoa borini berib, maksimalniy darajada shu 3 ochko uchun boradi, endi iloji yo'q. Shuning uchun mana shu o'yinni o'tkazib olinsa, keyin vaqt bo'ladi ham tarkibni kuchaytirishga, ham shu bir tayyorgarlik qilib, bir bolalar jismoniy holatlarini o'rganishga, ikkinchi guruhga yaxshi tayyorgarlik qilishga. Murabbiylar shtabiga kelsak, murabbiylar shtabi halol va nima deydi, halol yo'ldan ketib ishlab kelyapmiz. Albatta xatolarimiz bordir. Bu narsa ustida ishlaymiz o'zimiz ham. Har doim har o'yindan keyin biz o'zimizni oqtaramiz. Lekin futbolchilar ham shuni his qilish kerakki, yana bitta bizda gap bor. Biz futbolchilik paytimizda 6 ta mag'lubiyat deyapmiz mana. Trenersiz ham hech bo'lmasa 6 ta o'yindan bitta o'yin yutsa bo'ladi-da. O'ylaymanki, futbolchilarim mana intervyu o'ziga ham aytyapman, intervyu orqali ham aytaman. Murabbiysiz ham futbolchilar o'zlari to'planib hech bo'lmasa 6 tadan bitta o'yin yutishi mumkin. Shuning uchun bu ayb ularga to'nkash emas. Biz o'zimizdan ayb axtarishimiz kerak va futbolchilar ham press orqali aytaman, sal to'planib olsa yaxshi bo'lardi keyingi o'yinda. Rahmat.